Negadir hech kim u qadar eslamayapti, lekin Mixailo Mudrik futbolga qaytdi. U sudda oqlandi do'stlar. Va ishonchim komilki, Mudrikning o'rnida boshqa kattaroq futbolchi bo'lganida uni butun dunyo gapirgan, matbuot qayta nashr qilgan bo'lardi. Biroq Mudrikning qilgan qahramonligi ham bu shunchaki oddiy qahramonlik emas. U mana shu 2 yil davomida umuman futboldan chetlatildi. Hattoki katta bir rasmiy sport bazalariga yaqinlashish taqiqlandi. Chelsea bilan jamoaviy mashg'ulot o'tay olmadi. Hatto o'z vatani bo'lgan Ukraina bilan ham terma jamoaning o'sha yig'inlarida qatnasha olmadi. Qolaversa, mana shu vaqt mobaynida Mudrik futboldan chetlatilganligi uchun o'zida ruhiy bosim his qilganligi sababli taksistlik bilan shug'ullandi va bu umuman olganda Premier Liganing 100 million yevrolik futbolchisi uchun to'g'risi achinarli holat edi. Lekin Mudrik taslim bo'lmadi. U har bitta sudda mag'lubiyatga uchragandan so'ng yana turib oldi va har bitta sud eshiklarini yana qaytadan qoqdi. Oxirigacha kurashdi. O'zini aybsizligini isbotlash uchun hech narsadan tap tortmadi va oxiri Mudrik mana 2 yil o'tib 2026-yilning iyul oyida oqlandi do'stlar. Va endi Mudrik yangi mavsumni Xabi Alonsoning Chelsea'sida davom ettirishi mumkin. Xabi Alonso ham Mudrikning qaytganidan bir xursand va bir shokdaligini aytib o'tdi. Ya'ni uni qaytishini deyarli hech kim kutmagandi. Bo'ldi, tamom, u tugatdi deb o'ylagandik. Biroq Mudrik qaytadan oyoqqa tura oldi va shuning uchun ham uni alohida e'tirof etishimiz kerak. Aslida jamiyatimizga, aslida dunyoga Mudrikdagi yiqilsa ham qayta tura oladigan qahramonlar